Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamentida elib boradigan 2 kunlik lobby faoliyatlarini boshladi. Dünya Uyghur Qurultiyidan Qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultay uchur axborot markazining direktori va Qurultayning bayonotchisi İftixar Abdurshid va Dünya Uyghur Qurultiyining Yevropa parlamentidagi koordinatori Bryussel ishxonasining mudiri Bernardo Kayzerlardan tashkillangan bir hay'at 10 martdan boshlab Fransiyaning Strasburgga joylashgan Yevropa parlamentida 2 kunlik lobby faoliyatlarini boshlagan. Qurultay hay'ati bu qitimqi faoliyati jarayonida Yevropa parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zosi, Yevropa parlamentining Xitoy ishlariga mas'ul parlament a'zosi Engin Eroğlu bilan uchrashish olib borgan. Suhbat jarayonida Qurultay hay'ati Engin Eroğluga Xitoyning Sharq Turkistonda masjidlarning atrofiga tekshirish punktlarini qurib, xalqni normal ibodatdan cheklayotganligini, yezlarda masjidlarning asosan taqoqliq ekanligini, xalqning Ramazonda qattiq bostirish va nazorat ostida aqtirish va tekshirishlarga uchrayotganligini va bu orqali Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qo'rqinch kayfiyati va kuch ko'rsatish elib berayotganligini, Ramazonda xalqni ro'za tutishni cheklab, maxfiy ro'za tutganlarni turmalarga solayotganligini, yaqindala Erkin Asiya radiosida e'lon qilingan Xotanning Lob nahiyasidagi 6 Uyg'urning oqibatini misol elib, Ramazonda ro'za tutishning jazolanadigan qilmish deb qaralib, islom dushmanligini va qirg'inchilik siyosatini davom qilayotganligini o'ttirib qo'yib, Yevropa parlamentini amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qilgan. Ve şundaqla Uyg'ur majburiy emgiki ve Yevropa ittifoqining ta'minlash zanjiriga bo'lgan nazorati ve Xitoyga qarata jazolash xarakterlik qarorlarni texmi ig'irlashtirish ve amaliy yo'l qo'yishning muhimligini ta'kidlab o'tgan. Bu ziyorat jarayonida Qurultay hay'ati yana Yevropa parlamentining a'zosi Meryem Leksmanning kotibi bilan suhbat elib berib, Xitoyning bostirish va qirg'inchilik siyosatining davom qilayotganligini dalillar bilan o'tirib qo'yib, Saxarov mukofotiga erishgan turmadagi donglik Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining masalasi, Xitoyning chegara halqigan bostirishining davom qilayotganligini, Xitoy hukumati Dolqin Aysa apandidan o'chilish uchun aksi Yolqin Aysani 20 yillik, inisi Xushtar Aysani muddatsiz kesayotganligini, Anisi Ayxon va dadisi Aysa Mehmetlarning Xitoyning jazo lagerlarida jon uzganligini va Uyg'ur xalqining tarixiy madaniyat izlarini o'chirish uchun qadimiy yer joylarning nomlarini o'zgartirish, qadimiy masjidlarni chaqib qatorliq razil vositalarni ishlatayotganligini, buning misoli sifatida G'uljidagi qadimiy Baytulloh masjidining chaqib etilish oldida turganligini o'ttirib qo'yib o'tgan. Qurultay hay'ati yana Yevropa parlamentining a'zosi Uyg'urlarning do'sti Rafael Glucksmann bilan uchrashib, Uyg'ur xalqi duch kelayotgan Xitoyning bostirish siyosati haqida to'xtalish bilan birga Xitoyning chegara halqigan bostirishi, shundaqla Yevropa parlamenti va Yevropa davlatlariga uzargan nazoratining qora qo'li bo'lgan Xitoyning Dahua va Hikvision qatorliq kameralari va ko'zitish sistemalari va Yevropa ittifoqining buningga qarta amaliy chora ko'rishning muhimligini ta'kidlashgan. Qurultay hay'ati suhbat jarayonida yana Rafael Glucksmann apandiga jazo lagerlarining va keng ko'lamli tutqun qilishning hilmi ham davom qilayotganligini, Xitoy Uyg'ur irqi qirg'inchilik elib borgan bu lagerlarning xalqaroga fosh bo'lganligining 10 yil bo'lganligini, bu 10 yil ichida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini Amerika va Yevropa ittifoqi va uningga a'zo 10 necha davlat qabul qilgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu vaqtda 1,5 milliondan ortiq Uyg'urning g'oyib qilib o'tilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday amaliy chora ko'rilmaganligini, buningdan Uyg'ur xalqining qattiq afsuslanganligini va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Yevropaning demokratiya, kishilik huquq qimmat qarshidan tashvishlanganligini o'ttirib qo'yib, Yevropa parlamentini Xitoyga qarta jazolash xarakterlik amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qilgan. Xitoy Sharq Turkistonning nopos qurilmasini o'zgartib, mangulik mustamlikaga aylantirish uchun Xitoy oqqonlarini turkumlab yo'tkamoqda. Xitoy kundalik gazetining 2 martdagi xabarida
Xitayning bu yillik atalmış G'arbiy yurt plani bo'yicha Sharq Turkiston va Tibetda xizmat qiladigan 60 ming kishi qabul qildiganligini e'lon qilgan bo'lib, atalmış G'arbiy yurt plani yo'lga qo'yilgan 23 yildan buyon 600 ming Xitoy oqqunining fidoyi bo'lganligi bildirilgan. Tajovuzchi Xitoy hukumatı Xitoy oqqunlarini Sharq Turkistonga turkumlab yetkash va yerlashtirish uchun atalmış ixtisosliklarni yetkash, Şinjanni madaniyat bilan oziqlantirish va g'arbni gullantirish qatorliq siyosatlar bilan Xitoy oqqunlarini yuqori ta'minot, alayda imtiyozlar bilan Sharq Turkistonga ko'chib kelishga tashviq qilishini davom qilayotgan bo'lib, bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchur axborot markazining muavin mudiri Habibulla Izchi apandining bir Xitoy bilan elib borgan suhbati diqqat tortdi. Bu suhbatda Sichuandagi bir yezdan oila bo'yicha vatanimiz Sharq Turkistonning Fukang shahriga ko'chib chiqqan mazkur Xitoy o'zining Sharq Turkistonga ko'chman bo'lish jarayonini so'zlab mundaq deydi. Biz Sichuandagi bir tog'liq yezning aholisi yezi bo'yicha Fukangga ko'chib bordik. Bizga Xinjiangga ko'chib borsak, kishi beshi 500 ming yuandan naq pul, terilg'i yer, uy, har oilaga 50 tuyoq cho'shqa va yoki kola berildiganligi uqtirildi. Biz Xinjiang mingishdan bir hafta burun yez bo'yicha hammamizga Xinjiangning Fukang kimligi va nopus daftari tarqitib berildi. Biz Xinjiang ko'chib borgandan keyin hammamizga Fukangda Bingtuanga tava bir yezga qator silingan uylarning ochqichi tarqitib berildi. Uyda tor, telefon, elektronlik ashyolar, hatto un, may, guruch, hamma narsa to'liq edi. Hozir men Hangzhouda taksichilik qilman. Oilam Fukangda. 10 yilgacha qaytib ketishga bo'lmaydi. Agar qaytsa, hukumat qilgan yordamlarning hammasini qaytarish kerak deydigan bir belgilama bor. Shunga ikki balam bilan ayolim Fukangda qoldi. Men Hangzhouda taksichilik qilib, kelajakda oilam qaytib kelish uchun sharoit hozirlashga tirishyapman. Bu haqda kuzatuvchilar Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib turmlarga solsa, bir tarafdan jazo lageri yoki turmalarning sirtida qolgan Uyg'urlarni atalmış 5-chi emgak kuchlarini yetkash, nomrodlikni tugatish va ishga o'rinlashtirish degandek nomlar ostida Xitoy o'lkalariga surgun qilib, majburiy emgakka selishi, Uyg'ur yoshlarini Xitoy tuproqlarida assimilyatsiya bo'lib erib ketishiga majburlashi va ularning yeriga oqqullarni turkumlab yo'tkab yerlashtirishi, Xitoyning Sharq Turkistonning nopus tanqonligini o'zgartib, o'zining mangulik mustamlikasiga aylantirish qora niyatini pash qilib berdi deganlarni o'ttirib qo'yishgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari alayda komitetining raisi John Molinar, Moliya ministri Scott Bessentga xat etib, Amerikaning muhim sanoatlariga Xitoyning mablag' solishining xavf-xatarini ta'kidlab, Xitoyning ta'minlash zanjiri va Xitoy shirkatlariga yordam berish, ularning bozorga kirishni kengaytishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan. John Molinar Moliya ministri Scott Bessentga avatgan xatida parlamentning prezident Trump o'ttirib qo'ygan Amerika birinchi mablag' solish siyosatini qo'llaydiganligini qayta ta'kidlab, hamda Xitoyning ta'minlash zanjirining Amerikaga qarshi qoral o'rinda ishlatishi va Xitoyning shirkatlariga yordam berish jarayonida bozorga kirishni kengaytishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan. John Molinar mazkur xatda Amerikadagi muhim ishlab chiqarish sohalaridagi Xitoy shirkatlarining bozorga kirishini yoki mablag' solish fursatini kengaytishini qattiq tekshirish kerakligini, Amerikaning bularga yordam berishdagi afzalliklarining Amerika sanoati va ishchilarga og'ir ziyon solgan shirkatlarni mukofotlaganlik bo'ladi deganlarni ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.